10-chi qism. O'lgir, qandaq narsa bu surti nimandaq tez? U shundaq deb yana o'q etishga boshladi. Biroq natijasi yana o'xshash bo'layotdi. Tuyuqsiz belgi tapanchasi etilib, qabr ichiga yurib, oppoq nur qabr ichini bir oldi. Bu chaqda boyning yoqi u yoqdan bu yoqqa qochib yurgan jasad homilasi qechishdan to'xtab, yerda yotib sat chiqirg'inicha to'lg'inib ketayotdi. Semizmo fursatni g'animat bilib jasad homilasiga quroldi o'q tugiga atdi. Lekin u yana tipirlayotdi. Bir chaqda qachonlardandir bizning qishimizga kelib olgan Yo'yan qo'liga Jansuluning qo'lidagi qadimiy qilishni olib, jasad homilasini qattiq chepivatdi. Bechora boyqush o'qda o'lmagan bilan bu qilishni o'ldi desa, biz shu joyimizda o'ltirib birdam aram olgandan keyin üstimizdagi tomning yeriqiga tiqib qo'ygan sanğuning jasad sanduqiga qaytadan chiqib qarab, pulga yorug'dek narsalarning hammani elib qabridan chiqish eg'izi izdidik. Chunki biz kirgan joy bilan chiqib ketolmaydik. Biz oxiri qabr uyining bir chetiga joylashgan, tafsiliy qaramasa farq atkili bo'lmaydigan bir tosh eshikni bayqab, eshik bilan oldida kirganimizga o'xshash shakllik bir koridordan o'tib, yana bir lahatga kelib, uningdan o'tib, tog' yiriqidan foydalanib yasalgan tabiiy o'nkir bilan menga bir eski qari daraxtning ostidagi bir kamardan sirtqa chiqdik. Biz sirtqa chiqibla tog'ning sop havosidan nafas oldik. Necha kunning yoqi qabr ichida jiddiychilik va qo'rqib yurib nihoyatda herib qopdiman. Biz tog' ustidan takshi yerdan birini tepib, chidir tikib, gulxon yiqib o'ltirib, yo'yan tutib kelgan yov to'shqan go'shini kavob qilib yeb, shu joyimizda aram oldik. Jansulu ats yo'lga chiqadigan chig'imizda aran hushiga keldi. U hushiga kelgandan keyin biz tog'dan tushib, tog' tuvdagi kichik mahallada bir kecha aram olgandan keyin avtobus bilan Jansu o'lkasiga qarab mangdik. Buda avtobus bilan 3 kun mangandan keyin biz Jansuga keldik. Biz Jansuda 2 kun turib, aramimizni elib olgandan keyin shu joydagi mulozimlardan so'rab, Asar atiqi bozoriga qarab mangdik. Biz mashinani bir soatlarcha mangandan keyin shofir mashinani bir cho'ng ko'chani oldiga kelib to'xtatgandan keyin bizga qarab, bu joy odatdagi kishilar keladigan joy emas. Bu joyda aldamchilar bak ko'p. Undaqda biz qanday qilsak oldin qolmaymiz. Uni menmi toza aniq bilib ketmayman. Men sizlarga bir odamni tunishtiray. Sizlar mush ko'cha bilan udul mangsanglar, oldinglarga bir ko'zi qorg'u bir palchi uchraydi. Sizlar shu palchi bilan ko'rishib, bir narsa olmoqchi bo'lsanglar, xo'jayin mont pishdimi? Bir narsa sotmoqchi bo'lsanglar, xo'jayin mont deb keldim desanglar, u odam sizlarni mening akib qo'yganimni biladi. U shundoq deb ketib qoldi. Biz bu ko'chani xili aylanibmi, yiliqi shofir degan bir ko'zi ko'rmas palchini uchirtanmadik. Shundaqdimi biz yana oldimizga bir necha do'kon atlab mangandan keyin oldidagi taxtiga pal ochiman, palga ishonma ham palsizmi yurma degan xatni yozib olgan, bir ko'zini xuddi dengiz qaroqchisiga o'xshash tengib olgan 60 yoshlar chammasidagi bir qari odam o'ltiradi. Biz bu odamni ko'rib, shu ekanligini jazmlashtirgandan keyin men berib paranglish boqadigan, qog'alar kaynimdan boradigan bo'lishdik. Yaxshimisiz bova? Yaxshi. Nima ishing bor? Men pal ochqizib boqay degan. Bovay bu gapimni anglab, usti beshimga bir qur qarab atgandan keyin meni oldidagi jozida o'ltirishimni buyurdi. Men jozida o'ltirgandan keyin bovayga olqinimni tangladim. Bovay olqinimni birdam silagandan keyin, "Sen xo'jalining navrisimi?" Bu gapni anglab qetibli qoldim. Siz qandoq bilasiz? Balam, qo'rqma. Men degan palchi. O shundoq degandan keyin mening ko'zimning ichkirisiga tikilib qarab, xuddi menga gaping bor edi-qani demamsan degan chiroy ifodasi bilan tikilib turadi. Men bovayning bundoq tikilib qarashidan sal andikib, bova, bugun sizning qishingizga kelishdagi asosli maqsadim qasqondan tig'i yengini chiqqan mantiba. Sizni tetib boqamdi keyin deb sizni izlab kelgandik. Bovay mening bu gapimni anglab, seni shofir avatibdi-da. Shundoq. Undaq tiqini ishchiga kir. Ishchida paranglashayli. Aras, mening diqqatimni qo'zg'ab qo'ymaslik uchun yana bir do'konning oldiga qo'yib qo'ygan do'stlaringni birga elib kir. O shundoq deb do'kon ichiga kirib ketdi. Boshqalarmi bovayning kirib ketganligini ko'rib,
Ularni qishimga kelib bo'lgan ishlarni bir qurib bilgandan keyin do'kon ichiga kirdik. Do'kon ichi radlik yig'ishtirilgan bo'lib, jozilar ustida har xil qadimiy asar aytiqlar tiziqliq edi. Buvay menga qarab narsani chiqar degandek qarab qo'ydi. Men do'lamga issiqlik somkini buvayning oldiga qo'yib, eg'izini ochdim. Buvay somka ichidagi har xil oltin, tilla, har xil qosh tashlariga bir qur qarab atgandan keyin menga qarab, "Yigit, qo'lingdagi bu mollarga qani boq qo'y." 2 million. Haqiqatan osh ko'zgasan. Bo'pti. 2 million bo'lsa, 2 million bo'lsa. O shundoq deb ichiga kirib ketib, bir chamadon pulni oldimizga qo'ydi. Biz pulni olib do'kondan chiqmoqchi bo'layotganda, do'kondor buvay menga qarab, "Hey bola, sen eliq qilishni billa ep chiqding-ku deyman. Amal bor qilishni o'z egisiga ber. Bo'lmasa beshingga keldigan har qismatlarga amal qolmaydi." Yana zirikishlik kunlar boshlanib ketdi. Men Jansudan qaytib kelganning yoqi do'konnimni ochmay sayohat qilib bekorchilikda yurib ketdim. Changshaning nurg'ulg'an dangliq sayohat o'rinlari bor bo'lib, hammasini ko'rish uchunmi bir oy vaqt ketadi. Bir kuni Vanglin bilan Changsha Byaozilingdagi eng dangliq bo'lgan 5 fut satvatig'iga sayohatga chiqdik. Sayohatga ikkimiz yolg'izlik chiqqachqa, biz kech kirganda mehmon saroyga qaytmay tog'dili chidir tikib orom enishdik. Tangichi bo'lgan chaqda mening ta'ritim qistab ketdi. Men chidirdan sirtqa chiqib bir tup cho'ng daraxtning keniga o'tib tarat qilish uchun o'ltirib, qo'lchiroqning nurida yerdagi ozroq yeri chiqib qolgan bir tumirga ko'zim tushib qoldi. Sinchilab qarasam, bu tumirda qadimki men bilmaydigan bir yoziq bor bo'lib, buni ko'ribla yuragim qartib qoldi. Men kichik ta'ritimni tezlik qilib chidir tarafga yugurdim. Chidirga kiribla Vanlinni uyg'otdim. "Hey, Vanlin, tez bo'l, tez o'rningda tur, tez bo'l." Nima? Nimandoq odamni uxlag'ili qo'ymaysan? "Voy, tez o'rningdan tur. Ostimizda bir qabr bor qildi." "Nima? Sen bu xatolashib qolmagansan?" "Mening shundoq. Boya men sirtqa kichik taratqiga chiqib, tumirdan yasalgan tush buyumning sirtqa chiqib qolgan ozroq yerni ko'rib qoldim." "Undaqni menga ko'rsatib qo'y. Men bir ko'rib boqay." Men Vanlinni cho'ng daraxtning orqasidagi tumirning qishig'i berib, tush tumirini ko'rsatib qo'ydim. Vanglin tush tumirini ko'rib, qo'lida tutib tortib boqdi. Biroq tush tumiri midirlab qo'ymadi. Biz bir kecha habilishmo tush tumirini chiqaramadik. Atse biz maslahatlashgandan keyin boshqalarga xabar qilib, ondan keyin qo'lab beqishni to'g'ri tepib, tog'dan qaytib keldik. Biz kelgandan keyin dastlabda Semizga telefon qildik. "Ay, jalping bormisan? Bekir Semiz begimni ko'gin kapti-da." "Ha, o'lgur, sarang bo'lib qolmagansan. Sen o'lgurni bir yil ko'msam, tunigini ko'gandagi turadigan tursam, bakka ortiq qo'yib olibsan. Ay, sen faqat odamning yuzini qilishni bilmaydi ekansan. Shundoq deb qo'ysang bo'lmamdi." "Sen o'lgur qilchimi o'zgarmabsan. Shundoq, biz ko'rishmagili oran 3 oy bo'lgan tursa, qandoqmi o'zgaray? Ha, to'g'ri. Mahmud telefon qilib qolsan-ku. Bir ish chiqdimi?" "Shundoq. Yana bir yaxshi yan topdik. Bu qitimmi biz birga qilayli. Qog'ini Changshaga kelgandi deyshayli. Ha? Hamiz shundoq bo'lsin." Men shundoq deb telefonni qo'yib keyin Yo'yanga telefon qildik. Biroq biz bu Jansuluning telefon nomerini bilmagachga, uni o'zining yurtiga berib izlashga mangdik. Biz Chilin shahriga kelib, Jansuluning adresini aram topdik. Biz Jang jamiyati qurosining oldiga kelib, Jang jamiyati xo'jadoridan Jansuluni so'rdik. Lekin xo'jador Jansuluning nada ekanligini bilmaydiganligini, muhim ish bo'lsa o'ziga deyishimizni aytdi. Biroq bu qabr qazadigan ishni qandoq ochiq degili bo'lsin. Shunga biz xo'jadorga telefon nomerimizni qoldirib, Chilin shahridan Changshaga qaytib keldik. Biz kelib 3 kundan keyin bir notanish nomerdan telefon keldi. Telefonni olsam Jansuluning xo'jadori ekan. Uning deyishicha, Jansulu qaytib kelib, bizning o'zini muhim bir ish bilan izlab kelganimizni bilib, qora raxtga o'ralgan bir narsani ko'tarib chiqib ketganligini aytdi. Hadisi Jansulu bilan tangli Semizmi keldi. Diyoyamo baldurli kelib bo'lgan edi. Biz ko'rganlarimiz ularga aytib, berib bir qatim qo'lab ko'rib beqishni maslahatlashdik. Hadisi biz ketarlik materiallarni radlab beqib, yetmaganini bozordan setib olib, yo'lga chiqishga tayyorlandik. Biz bir kun mangandan keyin
5 put satvatığının Wanglin bilan men chidirtgan yerga keldik. Va shu yerda ko'rgan narsalarni boshqalarga ko'rsatib qo'ydik. Biz ko'lmoqchi bo'lgan bu qabra sayohat o'rni bo'lg'achqa keladigan odamlarmi oz emas edi. Shunga biz kunduzi orom olib, kechasi qo'laydigan bo'lib, tog'ning go'zal manzarasidan huzur og'ach yetib orom olishdik. Kech kirib, tun yarimlashganda tog'ni jimjitlik besib, atrof qorong'ulashib ketdi. Biz qabrga kiradigan vaqtning yetib kelganligini bilib, qo'lashga tutildik. O'g'irlik kameri uda 5 metr qo'langan bo'lsa-mu, qabrining temi ko'rinmay yotadi. Oxirida o'g'irlik kameri 7-8 metr qo'langandan keyin tuyuqsiz biz qo'layotgan yerning osti o'ltirishib, semiz, men, yana Yo'yan uchimiz tangli yer ostiga tushib ketdik. Men tig'i amni biz o'ldik deb o'ylagan edim. Lekin biz bo'shliqda birdam tushgandan keyin yer ostidagi suvga tushib ketdik. G'alitiri bu suv shundoq sovuq bo'lib, xuddi hozirda biz muzlab qoldigandek edi. Biz qirg'oqni izdidik, biroq qirg'oq uchirmay yotadi. Ardın semiz suv o'tmas qanchiroqni yoqdi. Biz bu joyga qarab hayronligimizni turibli qoldik. Oldimizda kani ketgan bir zal bo'lib, G'alitiri bu zalning hamma yeri digidek suv ostida edi. Suv ustiga faqat tosh haykallarning belining ustida chiqib turadi. Biz dastlabda ko'rgan temir tush buyum asli mushu zaldagi haykallarning o'tirisidagi eng cho'ng haykalning qo'lida tutib turgan qilichi bo'lib, uzunligi 15 metrdan 20 metrgacha keladi. Ardın semiz hayronligini yushirolmagan holda ig'iz ochdi. Tova, nimadoq cho'ng haykallar bu? Haykallarning hammasining qo'lida birdan tush qilish bor deb turamdi nima? Semiz shu gaplarni qilayotgan chog'da ustida qolgan Jansulu bilan Wanglin kamar ichiga qarab vaqirdi. Hey! Sizlar saqmi? Biz saq. İşçinin ahvoli qandoqki? Hamma suvkan, yana nurg'un haykal borkan. Tez shunla. Ma'qul. Sizlar saqlab turinglar. Biz hozirli tushimiz. Birinci qism. Ular shundoq deb kamardan yer osti zaliga arqon tashlab serilib tushdi. Biroq arqon qisqa kelib, ikkilisi suvga sakirdi. Nimadoq sovuq suv bu? O ikkisi shundoq deyishib, qanchiroqlarni yiqishib, atrofni ko'zitishga boshladi. Birdam shundoq tekshirgandan keyin Jansulu o'tirdi turgan haykalning oldiga berib, birdam qarab o'tgandan keyin haykalning ustiga chiqib, haykalning o'ng va so'l ko'ziga sinchilab qaradi. Birdamdan keyin haykalning o'ng ko'zini ichiga besib edi. Haykalning ig'izi ochilib, yo'g'on qop-qorong'i bir kamera paydo bo'ldi. Jansulu buni ko'rib bizga qarab, "Tez bo'linglar, kirishga mushu ekan." U shundoq deb qo'yib, kamera ichiga kirib ketdi. Biz uning orqasidan kamarga kirdik. Kamera ichi xili kangri bo'lib, ostiga qarab tushayotgan edi. Biz ostiga 10 necha metr tushgandan keyin bu kamar oyoqlashib, oldimizga o'dilga qarab ketgan tosh koridor paydo bo'ldi. Koridorning tomlarining uya-buyalari namdilib daz ketgan bo'lib, tomdagi rasmlarni biroq atkili bo'lmaydi. Biz oldimizga ehtiyotchanlik bilan mangdik. Birdan mangandan keyin koridor oyoqlashib, oldimizda yana bir kichik qabr uy turardi. Qabr uyning ikki tarafida ikkiga bo'linib ketgan ochal yo'l bor edi. Biz qaysi yo'ldan mangsak to'g'ri bo'ladi? Semiz shu gapni qilib bizga qarab turardi. Ardin Wanglin gap boshladi. Menimcha bu yo'lning biri o'lim yo'li, yana biri ko'rim yo'li. O'lim yo'liga kirib qolgan odamning sog' chiqishi natayin juma. Azirmanglar, bu yo'lning ishkilisi o'lim yo'li. Hech qaysi ko'rim yo'li emas. Ko'rim yo'li o yoqda. Dedi Jansulu qo'lini o'ng tarafdagi tom yeriqini ko'rsatib. Bu odamga qarab hayronlik qoldim. Biz shunchalar qarab topolmagan joylarni bu odam bir qarabla bayqiy olaydi. Texi alohida mahoratlarimi bor. Jasad birg'usi bu odamni ko'rib badar turmay qochdi. Hey, agar bizning mushundoq karomatimiz bo'lgan bo'lsa edi, texi ajdirha avlodi degan nomimi bor. Hey, Jansulu, biz qachonmi senga o'xshash mushundoq bir karomatga ega bo'lamiz? Men shu xiyollarni qilayotgan chaqda semiz meni o'qib, tezmang degan ma'noda beshini chaqab qo'yib, yirik tarafga ketib qoldi. Qarasam boshqalar oldi burun yirik ichiga kirib bo'pti.
men berib yiriqqa yamashdim. Bu yiriq tabiiy shakllangan yiriq bo'lib, odam kuchi iznasi ko'rinmay yotadi. Biz bu yiriqdan qilib mangandan keyin oldimizda kengirib yerim futbol maydonichilik holati shakllandi. Biz bu yerga kelib ko'rganimiz shu bo'ldiki, tamda Jansuluning badaniga o'xshash ming qo'lliq ajdarhoning shakli ro'shan holda o'yilgan edi. Yana bir tarafdagi tamda bo'lsa, cho'ng qilib jang degan xat o'yiqliq edi. Uchinchi tamda bo'lsa, nurg'ulg'an xat bor edi. Bu xatlar asosan ozodlikqa yaqin chog'larda yozilgan bo'lib, o'qimoq, tarjima qilmoq oson edi. Hammamiz bu xatlarni o'qib chiqdik. Xatda jang jamoati bo'linma jamoatdan jamoat oqsoqili Jangloyuan men o'qib mushaga kelganda semiz menga qarab, "Hey, Yanpeng, bu xatlar asosan qadimgi yoziq tusida yozilibdi. Sen bizga o'qib bera." Ma'qul. Men o'qib beray emasa. Bu xatlarda deyilishicha, jang jamoati bo'linma jamoatdan jamoat oqsoqili Jangloyuan o'z hayoti badaliga yer ostidan chiqqan ming qo'lliq ajdarhoni yer ostiga mangulik pechatladi va keyin bosh jamoatdan birer jang urug'idagi kishi kelib mush xatni o'qishni orzu qildi. Burun mushu tog'ning ustida bir kanit bor edi. Kanit aholilari asosan degudek jang jamoatining bo'linma jamoatidan edi. Bir qatimliq xatolik tufayli yer ostidagi uxlayotganiga necha ming yil bo'lgan ming qo'lliq ajdarhoni uyg'otib qo'ydi. Ajdarha yer ustiga chiqqandan keyin nurg'ulg'an begunoh kishilarni yeb ketdi. Buni ko'rgan jamoat oqsoqili Jangloyuan 40 kecha kunduz elishib, oxiri ming qo'lliq ajdarhoni yer ostiga mangulik pechatladi. Ham ajdarhoning pechatni buzib chiqib ketishidan ansirab, o'zi mushu qabrida hayotini oxirlashtirdi. Qatta mushlar yozilibdi. Jansulu bu gaplarni anglab yana bir qatim o'ylangandan keyin, "Undaqda bu oqsoqol mening bu yerga kirishimni umid qildi ekan. Endi cho'qim mush yeriqdan kirdiganligimni bildi ekan. Endi tushundim. Oldidagi bir o'lim, bir ko'rim degani ikkilisi o'xshash bo'lishining sababi asli ish mushundoq ekanda." U shundoq deb joyida o'tirib bir tal tamaki tutash turgandan keyin tamakini kuchab tortib xiyol dengiziga g'arq bo'ldi. Bizmo vaqtni chang tutib o'rnimizda orom ilishdik. Yetib uxlab qoptiman. Birdamdan keyin birining qattiq tepishi bilan uyg'onib ketdim. O'rnimdan turib qarasam, mendan boshqa hammadan turib bo'lgan bo'lib, oldimda qo'lida avtomat ko'tarib olgan 6 ajnabiy turardi. Meni tepkini bo'lsa, orasidagi chiroyi qop-qora bu qorong'u o'nkirdi chiroyini farq etkusiz bir nigir edi. Ular birdan bizga qarab so'zlagandan keyin bizning o'zining tilini tushunmaydiganligimizni bildi bo'g'ay, orasidan davlat tilini ravon so'zlay oladigan biri, "Sizlar kim? Bu yerda nima ish qilasizlar?" Buni anglab Liuyuan ig'iz ochdi. "O'zing kim? Bizning davlatga qabr ichida nima ish qilasan?" Orasidagi davlatini ravon so'zlay oladigan ajnabiy Liuyuanning so'zini tarjima qilib berdi va hiliqi ajnabiy degan so'zni o'rib bizga dedi. "Biz bu yerga jang jamoatining qonliq chakma absuni kitobini izlab kelgan. Bu yerning xaritasi faqat bizda bor edi. Sen ablaqlar qandoq tepishding?" Buni anglab Liuyuan ig'iz ochdi. "Ishingni qilish u siriqtiklar. Sen ifloslar bu yerdan kitob emas, bir uchum to'pini olib ketamaysizlar." Buni anglab ajnabiyning chiroyi tatirib ketdi. Va Liuyuanga qurolni tanlab o'q chiqarish uchun tapkiga qo'lini olib kelishiga orqasidagi ajnabiy uni to'sib, "Bo'ldi. Ularni qo'yat. Ular bizga lozim." U toza tushunishlik bo'lmagan davlat tilida shundoq degandan keyin bizga qarab qurolni tanlab, "Tez o'rningdan turish, sharqning kasal ko'plari. Bo'lmasa hammangni mo'shadil bir taraf qilib ataman." U shundoq deb qurolni bizga tanlab turdi. Bizmo asta o'rnimizdan turgandan keyin bu qabr uyning bira kirish eg'izi bor yo'qligini izladik. Birdam izlagandan keyin semiz tosh eshikni topdi. "Bu yerda ekan. O'lgir. Bu eshikni odatda tom tuygibak yaqin turmuzi ko'gili bo'lmaydi ekan." U shundoq deb eshikni ochadigan qurilma izladi. Semiz shundoq deb qurilmani izlashga boshladi. Bizmo berib qurilmani izladik. Vanglin boshqa kesaklarga o'xshamaydigan bir kesakni ichiga besivdi. Eshik g'orildig'inicha ikki yoniga surilib echilib ketdi. Orqamizda qo'llarida qurol bor ajnabiylar bizga ichiga kirishimizni sharatlab turardi. Eng avval biz kirdik. Orqamizdan ajnabiylar kirdi. Bu tosh koridormu boshqa tosh koridoriga o'xshash bo'lib, o'xshamaydigan yeri bu koridor sal uzun edi. Biz bu koridordan bir necha osh pishib mangandan keyin udulimiz xuddi sirliq o'rdidak nechiga bo'linib ketgan bir joyga kelib qoldik. Ardin iliqi ajnabiy kelib, "Biz bo'linib mangayli.
Men mao ishking bilan 3 odamim bilimamiz. Sen mao ishkisi bilan qolgan odamlarni boshlab mao yo'lda mang. Qaysimizning yo'li ishtik bo'lsa, orqamizga yana balgi o'qi bilan signal berayli. Ular shundoq deyishib, Wang Lin semiz ikkisini olib bir yo'lga kirib ketdi. Yana bir ajnabiy meni, Jiang Suluni, Liu Yanni olib yana bir yo'lda mangdik. Keynimizda 3 ajnabiy bizga qoral tanlab kelyotdi. Mingayotimiz, lekin bu yo'lning hech oyg'i chiqay demaydi. Biz bir necha soat mangsaqmi yo'lning chetiga chiqamayotdik. Tuyuqsiz oldi tarafdan balki o'q etildi. Bizmi oldirab degandek oldiga mangdik. Bu da bir necha minut mangandan keyin balki o'q etilgan joyga yetib keldik. Qarasak bu joy intayin cho'ng bo'lib, 4 dona 1000 qo'lliq ejderha haykali bu zalda qad ko'tarib turadi. Ustida bo'lsa oltindan yasalgan 4 dona qo'ng'iroq turadi. Ajnabiy buni ko'rib qo'l ostidagilarga bu qo'ng'iroqlarni etib tushirishga buyurdi. Biroq Jiang Sulu ajnabiyga qarab, qo'ng'iroqlarni midirlatishga bo'lmaydi. Agar midirlabla qolsa, biz hammamizning o'lgini shu. U shundoq desimi ajnabiylar uningga qat'iy unimidi. Jiang Sulu bizning qishimizga yugurib kelib, bu yerdan tez qochmasak hammamiz o'lamiz. Tez qochaylik. Sen sarang bo'lib qolmasan? Agar biz bu yerdan qochimiz desak, o ajnabiylar buningga yo'l qo'yami? Semiz Jiang Suluning gapiga radiya berdi. Dal shu vaqtda ajnabiylar qo'ng'iroqning birisini otdi. O'q sarabisidan qo'ng'iroq ikki tarafga midirlab quloqni yog'udek ovozda chilinishga boshladi. Bu ovozdan xuddi quloqlarim yirtilib ketadigandak bo'lib, beshim chinqilib og'rib ketdi. Aramızda faqat Jiang Sulular bundoq bo'lmagan edi. U xuddi hech bo'lmagandek turardi. Qo'ng'iroq ikki tarafga silkinib, tuyidagi yana bir qo'ng'iroqqa tegishi bilan bu ovoz texmi kuchib, bu qatim ikki qo'ng'iroq chalindi. Hammamiz yerda yotdik. Qandoq chaqda hushimdan ketdim buni bilmadim, hushimdan ketibdiman. Ko'zimni ochsam, oldimda semiz, Wang Lin, Jiang Sulu, Liu Yan qatorliqlar yotadi. Qishimizda ajnabiylar ko'rinmaydi. Men o'rnimdan asta turay deyishimga bir narsaga qattiq usib yana hushimdan ketdim. Ardın qanchalik vaqt o'tdi buni bilmadim. Bir chaqda qo'lig'im tövda bir kimlarning pichirlashgan ovozi anglanib hushimga keldim. Ko'zimni ochib qarasam, yonimda hammalar cho'ridishib bir narsalarni deyishib o'tiribdi. Biroq o'xshamaydigan yeri hammalarning usti-beshi qon bo'lib ketibdi. O'rnimdan turganimni ko'rgan semiz oldimga kelib, "O'lgur, uxlab qolmadingmi? O'rningdan tura. Qandoqroq turasan?" "Ha? Men yaxshi. Sizlarga nima bo'ldi? Hammanglar qonga milinib ketibsizlar-ku. Bir ish bo'ldimi?" Semiz gapimni anglab menga do'qilib, "Bir ish dedingmi? Sen o'lgur xiyolingda yo'q uxlab yotganing bilan biz tos qoldik o'lgili." Wang Lin semizni noqib turib, "Ovozingni past qil. U nasli o'lmadi juma." Men bu gaplarni anglab, "Nima narsa? Odamni bunda qo'rqitmanglar-chi. Qandoq narsa ekan u? O'lgur. Bu ablahlar zodi qandoq narsaga yo'liqqan bo'g'iydi? Semiz ayta. Sizlar zodi qandoq narsaga yo'liqqan? Yiliqi ajnabiylar-chi? Ular qayerga ketdi?" Semiz qo'shaqmagan ohangda, "Bilmayman. Men hiliqi qo'ng'iroqning ovozidan hushimdan ketibdiman. Ko'zimni ochib qarasam, Jiang aka meni ko'tarib ketayotibdi-kan. Men hushimga kelgandan keyin yerga tushib o'zim mangdim. Qishimda Wang Lin, Jiang aka, ondin Liu Yan hammalar ekan. Seni Liu Yan ko'tarib keldi. Yo'lda kelayotquchi to'g'dayman. Ajoyib shakli xuddi maymunga o'xshaydigan bir narsa uchrab qoldi. Men qo'baq qo'rqib ketmagan. Mao birodarlarning hammasi ko'ribla oldi kendiga qaramayli qochdik. Biz qochib mushaga kelganda oron qutuldik. Haras, Wang Lin, u narsa zodi nima?" Wang Lin birdam o'ylab turayotgandan keyin, "U narsa jasad homilsi. Amli qilib tushundirganda qurg'oqchilik ilohiy deyildi. Uni qandoq yo'qotishni men bilmaydi ekanman." Jiang aka bu gaplarni anglab so'z boshladi. "Qurg'oqchilik ilohini bevosita o'ltirishga bo'lmaydi. Uni o'ltirmasak, u bizni o'ldirdi. Agar o'ltirmoqchi bo'lsak, cho'qim uning beshini uzib o'tishimiz kerak. Agar beshini uzib o'tmasak, uning badanidan zarli gaz chiqadi. Undoq bo'lsa, biz yana o'lamiz." Liu Yan Jiang akaning gapini tushunmay so'radi. "Jiang aka, undaqda uni ko'zak o'limni kutib turishdan boshqa ish yo'q-da?" "Uning amal bor.
Biz asosiy qabrdan Жаңlı Yuyanning burun mingqulliq ajdarhoni o'ltirgan qalishqi qonni temitib, beshini o'zib etsakla, o'tqa aylanib, kuyib o'ladi. Vanglin bir tal tamakini tutashtirib, qattiq bir sho'rib etgandan keyin tez mang'izaq bo'lmaydi. Men jeyliq ajnabiylar hayot. biz Vanlinning gapi oxirlashmay turibla, Jang aka vaqirab turib, "Tez qochayli! Qurg'oqchilik ilohi kelyapti." Men diqqatliq inkos qilmay turibla, badani bir tal tuk degan narsaning tayini yo'q, chiroyi xuddi hukmron uzuk degan kinoda chiqadigan hiliqi Simiko degan narsaga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan bir narsa tezlik bilan biz turgan qabr uyiga etilib kirdi. U kiribla Liu Yangga hujum qildi. Liu Yang bundan qep emasdi. U tezlik bilan qo'liga qurolni olib, uningga qaratib o'q chiqardi. Bu narsimi Liu Yangning qo'lidagi bu narsaning yomonligini bildimi aytavur, orqasiga qaytdi. Jangaka qabr uyining bir tarafdagi tomning ustida odam patqidek bir kamarni ko'rsatib turib, o'zi birinchi bo'lib kamarga yomishib kirib ketdi. Orqadan Semiz, ondan men, orqadan Vanglin, ankaynidan Liu Yang yamashdi. Biroq Liu Yangning ta'li qosh keldi. Qurg'oqchilik ilohi shiddat bilan kelib Liu Yangni pastga tortib ketdi. Bizning Liu Yangga sungan qo'limiz havoda laylab qoldi. Liu Yang o'zining chiqib ketolmaydiganligini sezdi-moqanda qo'liga harbiy xanjirini olib qurg'oqchilik ilohining udul kelgan yeriga sanjishga boshladi. Qurg'oqchilik ilohi bu zarbidan uning ustidan sakrab tushdi va uning xiris qilishga boshladi. Liu Yang o'zining chiqib ketolmaydiganligini sezdi-moqanda bizga qarab, "Yanpi aka, Vanglin aka, Sun aka, Jang aka, Fikr Liu Yang, mushkamgacha hech qanday odamning ishonchisiga erishib boqmaganman. Sizlar menga ishonib, meni o'zinglarning sabiga qatib oldinglar. Men sizlarni hech qachon yod ko'rib boqmadim. Men sizlarni ajdar shohning qo'rosini saqlayman. Bu yana menga topshirib tez ketinglar." U shu gaplarni qilib bo'lib, qurg'oqchilik ilohi tarafga qarab etildi. "Yo'q, undoq qilma. Undoq qilma." Men shundoq deb pastga tushish uchun mengishimga Vanglin bilan Semiz meni tortib keyniga so'rab maqdi. Oxirgi qatim ko'rganim bo'lsa, Liu Yang menga qarab kulib qo'ygandan keyin qo'lidagi harbiy pichqini qurg'oqchilik ilohining gelisini tiqqan peti uning beshini uzib etdi. Men Semizni urib tillab qo'lidan qechib qutulib, Liu Yangni qutuldirmoqchi edim. "Qo'yvat, u o'lgur! Ahlaq meni qo'yvat! O'zingni besib ol, Yanpi. U o'lib bo'ldi. Endi bo'ldi qil." Men Semizning bu gapini anglab, ochchig'imni uning yuziga kelishtirib bir niqonla qo'ydim. "Voyjon!" Semiz voyjon debla meni qo'yib berib burnini tutdi. Ben әмділі Semizдің қолыдан құтылып, Jang aka kirish ig'iziga kaplab qo'ygan toshni tortay deb qo'limni uzatishimga, Jang aka qo'limni tutib bir qayribla meni yotqizib qo'ydi va menga qarab, "Bu toshni yetkazishga bo'lmaydi. Agar bu toshni yetkazib qolsak, hammamiz zaharlab o'lamiz. Sening ko'nglingni tushunaman. Chunki u senili deb emas, hammamizni deb o'lgan. Tushundingmi, Yanpi?" U shundoq deb qo'limni qo'yib etdi. Ben ko'zimdagi yoshni surtgach tamga yo'linib o'ltirdim. Biz birdam o'ltirgandan keyin bu qabr uydan chiqib uzunga so'zilgan qop-qora uzun koridor bilan menib ketdik. Bamimcha yarim soatlarcha mangdiq deyman. Biz menib yana bir koridorga kelganda keynimizdan kelayotgan Jang aka to'yiqsiz yo'qab ketdi. Jang aka qani? Semiz orqasiga qarab turib atgandan keyin, "Men bu bilmayman. Sizlarmi ko'midinglarmi? O'ldir Semiz, u sening keyningdan kelayotgan tursa, sen bilmasang biz nima bilamiz?" "Ovozinglarni o'chiringlar. Shap kelyapti." Vanglin shundoq deb yagiga quloqini yiqib tinglab boqdi. Bir necha sekunddan keyin u beshini ko'tarib, "O'ldir. Nurg'ulg'an narsalar biz tarafga qarab kelyapti. Qayoqdan kelayotganini bildingmi?" "Men nadim bilay?
Men ya Avliya Azam bo'lmasan? U shundoq deb turishiga orqa tarafimizdan bir narsalarning chirildashqinicha gupirlab kelayotgan ovozi anglandi. Bu ovozni anglabla xiyolimga kelgani jasad burgusi bo'ldi. Ha? Jasad burgusi ekan. Tez qochayli. Bo'lmasa bu narsaning orasida qolsak, so'ng ustiqonlarimiz oshmaydi. Men shundoq deb oldi tarafimga qarab qochay dedim-yu, lekin oldi tarafga qarab tilimni tishlab tasli qoldim. Oldi taraf jasad burgusiga liq to'lgan edi. O'lgur. Biz mush yerda tugishadigan bo'ldik. Hamda gapimning oxiri uzilmay turibla, semiz avtomatni chiqarib jasad burgularini o'qqa tutishga kirishib ketdi. Biroq bu o'q xuddi qumga petib ketgandek jasad burgulariga qilchim kor qilmay o'tadi. Semiz titrab turib, "O'lgur. Pekir semiz begim mush yerda mushi isplaslaga yem bo'ladigan o'xshayman. Hey, Azrail meni chaqirayotgandek anglayotdi ya. Biroq mening bundoq oson o'lgim yo'q." Men shundoq deb turishimga Vanglin chopinini selib o't yoqdi. Ondan uni yerdagi bir so'ngga kelib jasad burgusiga tangdi. Jasad burgulari o'tni ko'rib hammasi har tarafga qochishdi. Bizmo uchimizdagi kiyimlarni selib o't yoqib jasad burgularidan mudofaa ko'rgach oldimizga maqdik. Bu o'tmo bir necha osh pishimdan keyin suslab o'chib qolayli dedi. Biz maykalarimizni selib o't yoqdik. Shu o't bilan xili mangandan keyin oldimizga kangri bir bo'shliq uchirdi. Bu qabr uy 2 qavat bo'lib biz turgan yer osti qavatgan. Men qabr uyni ko'zitib turgan chig'imda tuyuqsiz qo'limning ko'yganligini sezdim. Qarasam qo'limdagi mayka alliburun ko'yib bir shamning yo'riqichidikli qoldi. Men o'ldim deb semiz bilan Vanglinga qaradim. U ikkisining holimi meninkidan qilishmaydi. Biz ansiragan ish oxiri yuz berdi. O't o'chib, qo'lchiroqlarni yiqishimizga iflos jasad burgulari bizga xuddi kalkun suydek etilib keldi. Jasad burgulari kelib bizga yamishib, udul kelgan yerimizni tishlab, qinimizni sho'rayotdi. Biz og'riqqa chidamay yerda domilayotgan chig'imizda tuyuqsiz biz o'ylamagan bir ish yuz berdi. Ustinki qavatdan Jan aka bir qo'lida chilin qilichi, yana bir qo'lida bir murdining beshini ko'targan holda yerga sakrab tushdi. Jan akaning tushishi bilan jasad burgulari xuddi Azroilni ko'rgandek taraf-tarafga qechishdi. Necha sekund ichida ko'zimizdan g'oyib bo'ldi. Jan aka xili jabo tortgandek qiladi. Uning ustinki badanidagi kiyimlari yo'q bo'lib, uning badanidagi ming qulluq ejderha chakmasi aniq ko'rinib turadi. U tezlik bilan kelib bizni yo'ladi. Aramızda semiz hammadan bak yaralangan bo'lib, uning qurusig'i necha yerdan to'shib qolgan edi. Semiz yanada tipirlayotdi. U to'xtamay qurusig'ini silaydi. Jan aka qo'lidagi chilin qilichi bilan qo'lini kesib, qinini semizning qurusig'iga temitishiga, jasad 4 dona bosh barmoq cho'nliqidagi qop-qora jasad burgusi semizning qurusig'idan chiqib, tam yeriga ichiga kirib ketib g'oyib bo'ldi. Jan aka hammalarga qarab, "Meni kechiringlar, men keyin qildim." Dapla gapni uzdi. "Hey, Jan aka. Boya sen nega g'oyib bo'lding?" Shu, boyam orqamizdan kelyotdi. Keyin o'zingchilik g'oyib bo'ldi. Bizni bekla ansirating juma. Deb qaytib qo'ydi Vanglin. Jan aka birdam turib o'tgandan keyin so'g'uqli qilib, "Avarchilikni yo'g'ishtirdi." U shundoq dapla qo'lidagi murdi beshini qabr uyining yana bir beshiga tashlab qo'ydi. Men o'lapli uningdan so'radim. Undaqda sana bir ish bo'lmagandi? Yo'q, menga hech bo'lmadi. Biroq men u mordlar bilan elishib, ozroq charchab qoldim. U shundoq deb gapni tugatdi. Qarasam u rostila charchab qolgandek qiladi. Semiz qurusig'ini tutib turib, "Hey, o'lgur ablaqlar. Bu yerda bir ish bo'lgan u emas, men. Mana, voy, kechirgin ha, men tanib qo'yay." Vanglin semizdan apu so'rag'ach uning qurusig'ini tengib qo'ydi. Men mo yaralangan joylarimni tengib o'rnimdan turay deyishimga, Jan aka bir shapini sezdim qandaq, meni besib o'ltirg'izib qo'ydi. Men nemish bo'g'inini texi to'liq anqirib bo'lolmayla, biz turgan bu qabr uyini bir oz tuman qaplab, udulimizda bir qayri bo'voy paydo bo'lib qoldi. Jan aka darhol oldimizga o'tib, qilichini ching tutib bo'voyga qarab turdi. Bo'voy hammamizga bir quruq qarab atgandan keyin Jan akaga qarab, "Sen Jan jamoatidan bo'lamsan." Jan aka bu gapga javob bermay bo'voyga tikilib turdi. Oradan semiz qo'sig'ini tutib turib, "Qanaq? Sen Jan akani tunibsan?"
Semizning gapi oyoqlashmay turibla Vanglin semizni gap qilmaslikqa shart qilib qo'lidagi qurolni tayyorlab turdi. Bovay yana so'radi. Yigit, sen jang jamoatidan bo'lamsan? Shundoq, men jang jamoatidan. Undaqda sen bu qabrga nima deb tushding? Buning bilan sening koring bo'lmasin. Agar arvoh oldingdan ayrilib qolmaydisan, yo'limni to'sma. Bovay Jang akaning bu gapidan kulib ketib, Yigit, sen jahonda yashayotqili jiq bo'lgan bo'lsa 40 yildan oshmadi-ku deyman. Lekin men yashayotqili 4000 yildan oshdi. Seningcha men sendan qo'rqib qolamanmi? Undaqda kelib silab boqmamsan. Jang akaning bu gapidan bovayning chiroyi birdilla tutilib, chiroyi xuddi g'alati maxluqqa o'xshab qoldi. Bovay birini sat o'rkirayotgandan keyin Jang aka tarafga shiddat bilan hujum qildi. Jang aka boylidagi bir murdi bilan elishib olsirab qolg'achqa, bu hujumga tag'i to'liq inkos qilib bo'lmayla, Bovay bir so'qibla Jang akani necha metr nerisiga uchirvatdi. Vanglin ishning chatoqligini sezib qurolni Bovayga to'g'rilab yetib ketdi. Biroq bu o'qlar Bovayning badanidan o'tib ketayotdi. Men qo'limga harbiy pichoqni olib Bovayga etildim. Berib pichoqni shuncha shiltigan bo'lsam-mu, pichoq bu o'lgur Bovayga tegmayotdi. Bovay birdilla meni birni tepib yana necha metr nerisiga uchirvatdi. Beshim toshqa tegib vingildab og'rib ketayotdi. Beshimni tutib birdam o'ldirib ketdim. Beshimni ters ko'tarib qarasam, Semiz bilan Vanglin-mo menga o'xshash bo'lib ketibdi. Biroq Semiz midir qilmay yotadi. Men amdili o'rnimdan turay deyishimga, Bovay men tarafga shiddat bilan kelib, mening gelimdan siqib meni bo'shliqqa ko'tardi. U mening gelimni shundoq qattiq siqdiki, menmo nafas ololmay qoldim. Qo'yvat! Meni qo'yvat! O'ldir, meni qo'yvat! Men shundoq deb qo'llarimni midirlatib Bovayning qo'lidan qechib qutulishni o'ylab atdim. Tuyuqsiz Jang akaning chelin qilichi qo'liqim tuyidan o'tib Bovayga tegdi. Bovay satbirini chiqirib yo'qab ketdi. Men yerga qattiq tushib, ballarimni tutqunimcha injiqlab ketayotdim. Bovayning zarbisi Jang akaga bakli ta'sir qildimi aytavur, u aran mengib mening qishimga kelgandan keyin menga qarab, "Sana bir ish bo'lmagandi" deb qo'yib, qilichini qo'liga elib qarab, Bu Bovay arvohga. Bu qabrda murda arvoh degandek narsalar xeyli bor ekan. Meningcha, sizlar mush yerda to'xtab qolinglar. Bu bizning jamoatning qabrisiga. Oxirini o'zim bosay. Jang aka shundoq deb turishiga nadim paydo bo'ldi ekan, heliqi Bovay orqamizda turib, "Jang jamoati qabrisiga tushgan ekansan. Oyat chiqib ketaman deb xom xiyol qilishma." U shundoq deb Jang akaga aytildi. Jang aka bu qitim o'zini ep qaçması bo'lmaydiganligini sezdim-u qandaq, o'zini chapdaslik bilan Bovaydan qochirib, badanidagi qonlarni qilichga surkab Bovay bilan urushib ketdi. Bu chaqcha atrofimizni nurg'ulg'an iskelet jasadlar paydo bo'ldi. Jasadlarning ba'zini murda holatida, ba'zini yerim badanining go'shtlari chirib bo'lgan bo'lib, oppoq so'ngaklari ko'rinib qolgan edi. Biz nima qilarimizni bilmay tursak, Vanglin o'z-o'ziga so'zladi. Murda? O'lgur. Rostili odatiga murda ekan. Tez qo'lingga qurolni ol. Murda keldi otmamsa. U shundoq deb qo'limga qurolni tutqizib qo'yib, "Xonajonim to'y bo'lmagandan keyin tez ot. Otmay tursan-ku." Vanglining bu gapini anglab, o'q chiqarishni boshlab etdim. Biz oldimizga kelgan murdularni avtomat bilan etib bir taraf qilib atdik. Bu murdular asosan yerim chirigan bo'lg'achqa bir taraf qilmoq oson edi. Semiz hushidan ketgachga tom to'yda midirlamay yotadi. Bu urush uda bir necha oshpishim davomlashgandan keyin murdularmi asosan tugab qoldi. Yeliq arvoh Bovay bilan Jang akami hozir bir-biriga o'chmanlik nazar bilan qarashib turadi. Birdilla arvoh Bovayning ko'zi biz tarafga burilib, bizning tayyorliqsiz turgan chig'imizdan foydalanib bizga hujum qildi. Dal shu chaqda orqamiz tarafdan o'q ovozi anglanib, arvoh Bovay nazarini orqamizdagi koridorga burdi. Ondan sat bo'g'iq ovozda bizga qarab eg'iz ochdi. "Nima? Sen ablaqlar yana boshqalarni kening sep kirganmi? Yaxshi qilibsan. Mayli bu yerga qanchalik odam?" Bovayning gapi oxirlashmay turibla, Jang aka Bovayning keyni tarafdan qip-qizil qon tomchib turgan qilichini Bovayning naq yuragiga udilli tiqib etdi.
Taklimakonga safar nomliq bu ovozliq asrimizning bugungi qismi mush yerda oyoqlashdi. Yoqtirib anglag'iningizga rahmat.